Assalomu alaykum, hurmatli fuqarolar. Qarshi shahar Aydabankdamiz. Qarshi shahar Aydabankka Qarshi shahardan 5 ta mahalla biriktirilgan. Temir yo'lchi, Buyuk To'ron, Qarshi, Naqshband hamda Shohigir mahallalari biriktirilgan. Ushbu mahallada istiqomat qiluvchi 18 yoshdan oshgan pensiya yoshiga yetmagan fuqarolarimiz uchun ko'p mahsulotlarimiz bor. Bundan birinchisi biznes ko'makchilik dastur doirasida ushbu turdagi fuqarolar uchun 17 million so'mgacha kredit ajratiladi. 4 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan o'zini o'zi band qilgan holatda ajratiladi. Keyingi turdagi kredit mahsulotimiz mahalla loyihasi dastur doirasida ajratiladi. Mahalla loyihasi dastur doirasida 5 yil muddatga 50 million so'mgacha kredit mahsulotimiz bor. 2 yil imtiyozli davri mavjud. Ushbu turdagi kredit mahsulotimizni olish uchun 18 yoshdan oshgan bo'lishi kerak fuqarolarimiz, ishsiz fuqarolar o'zini o'zi band qilgan holatda tadbirkorlik qilish uchun ajratiladi. Mana shunday mahallada mana shunday fuqarolar bo'ladigan bo'lsa, tanishlar, mahalla bankiga, mahalla agentligiga yoki mana hokimiyatlarga murojaat qilsalar bo'ladi.